Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum, Manzuraxon opajonim, salomatmisiz? Va alaykum assalom. Ming bora uzr, bezovta qildik. Mo'jizalarga boy bo'lgan kuningiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Rahmat, sizni ayni daqiqalarda O'zbekistonning sirli tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Siz bilan g'oyibona suhbat qurayotgan loyiha boshlovchisi Charosxon bilan aloqadasiz opajon. Bugun tavallud ayyomingiz bilan qutlash maqsadida loyihamizga ajoyib tabriklar yetib kelgan edi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? O'zlarining yurakdagi izhorlarini sizga noodatiy va go'zal tarzda yetkazish maqsadida bizlarga murojaat qilgan yaqin va suyukli insoningiz kim bo'lishlari mumkin deb o'ylaysiz? Bilmadim, endi oila a'zolarimizdandir-da. Albatta opajonim, baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Keling deb bo'lsa sizni ko'p o'ylantirmasdan o'zim ayta qolaman va albatta ushbu tilaklarni muborak yoshingiz bilan qutlab, mehribonlaringiz bo'lmish qaynona onajoningiz, qaynisingillaringiz Dilbarxon opa hamda umr yo'ldoshingiz Farhodjon aka va Yoqutxon opamiz tomonlaridan, qolaversa Nasimjon aka hamda ukalaringiz Nosirxon, Abdurasulxon, kelin singillaringiz Mahliyoxon hamda Shirindan Shakar jiyanlaringiz nomidan ham va farzandlaringiz Mohi Nurxon, Fozilxon, Odilbek, Mubina xonlar nomidan qadrli bo'lgan hayotingizni deyarli bir qismi bo'lgan singiljoningiz Muyassarxon opa chin dildan qutlab qoladilar. Rahmat, sinjonlar sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin opajonim, qaro ko'zlaringiz hech qachon namlanmasin ilohim. Oqibatingizga esa aslo ko'z tegmasin. Aytganingiz kelsa, ularham sog' bo'lsinlar, bolalarni baxtiga kasal bo'lmasinlar, ota-onalari bilan murahatlarga birgalikda bo'lishlikni nasib hammamizga. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Ijozatingiz ila ular tomonidan yo'llangan dil izhorlarini o'qib eshittirib o'taman. Xo'p bo'ladi. Qalbingiz hayoti baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt, omad, jigarim. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshufta qalbingiz tegmasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, doim qadrdon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tabassum bezasin yuzlaringizni. Lolalar chirmasin izlaringizni. Kulgu tark etmasin ko'zlaringizni. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Deydilar o'tkinchi dunyosi bir kam. O'tkinchi dunyoda chekmang g'am, alam, yaqinlar baxtiga sog' bo'ling har dam. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum mening qadrligim, mehribonim, jon jigarim, hayotim mazmuni, mening bir bo'lagim. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Hamisha go'zallikka to'lib, chiroyli bo'lib yuring. Nurli yuzingizdan tabassum, ko'zlaringizdan quvonch arimasin. Sizni juda ham ko'p yaxshi ko'raman. Baxtimga oltin boshingiz omon bo'lsin. Tani joningiz sog' bo'lsin, chinor qaddingiz bukilmasin. Umringiz baxt va omadlarga boy bo'lib o'tsin. Uyingizdan fayz va barokat hech qachon arimasin. Ilohim farzandlaringiz orzu havasini ko'rib, mana shu qadrligingiz umr yo'ldoshingiz bilan birgalikda haj va umra ziyoratlariga borib, hojona maqomlariga, hojota maqomlariga erishib yurishligingizni Allohim nasib aylasin. Mening qadrligim, bundanda ulug' yoshlarni sohibasi bo'ling. Allohim umringizni qolgan qismini uzun qilsin va shodlikda atilgan chechaklarga bezasin. Oramizdagi mehr-oqibat hech qachon buzilmasin. Kelgusi yillarda ham bir dasturxon atrofida yig'ilib quvonch shodliklarga to'lib, tavallud ayyomlaringizni ko'pdan ko'pini birgalikda nishonlab yuraylik. Shu damgacha o'rtamizda bilib bilmasdan bo'lgan dilxiraliklar uchun sizdan uzr so'rab qolaman. Qadri-qaddidan-da, tog'lardan-da baland bo'lgan mehribonim, Alloh bergan inoyatim. Shu damgacha yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham onajonim singar yelkadosh, dardkash sirdoshim, suyanchig'im, dardlarimga malhamim, muammolarimning yechimi bo'lganingiz uchun sizga juda ham katta rahmat aytaman. Hech qachon ham mana shu hayotingizda kamlik, g'amlik ko'rmang. Shodliklar esa hamrohingiz bo'lsin. Bilaman, yaxshi ko'rishimni sizga doim ayta olmasam-da, mana shu fursatdan foydalanib barchasini izhor etib o'tyapman. Mehribonim, yana bir bora Rasulimizga ummat, Allohimga banda, biz yaqinlariga esa eng buyuk ne'mat bo'lgan kuningiz, tavallud ayyomingiz, yangi yosh, yangi bahoringiz muborak bo'lsin deya o'zlarining ushbu go'zal izhorlarini sizga o'qib eshittirishimizni so'rab qolishgan edi opajon. Rahmat, sinjonlar sog' bo'lsin.
Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Sirli tabriklar loyihamiz va loyiha ijodkorlari tomonidan ham ushbu go'zal kuningiz bilan chin dildan qutlab qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling, opajon. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Ishlaringizda doim omad, rivoj tilayman. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, xo'p. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni